ilm ahllarini behurmat qilish, ularni ta'na malomat qilish, besabab yomon ko'rishlik kofir bo'lishligiga, xotini taloq bo'lishligiga olib boradi deyilyapti. Yuqoridagi tarixiy fatvo olimlarni, ulamolarni, qorilarni, ahli ilmlarni, imom domlalarni hurmat qilish vojib ekanini hamda ularni hurmatini joyiga qo'yish lozimligini ko'rsatib turibdi. Bu zotlarni hurmatsiz qilishning oqibati esa iymonsizlik ekan, xotini taloq bo'lish ekan. Bu tarixiy fatvo o'zini musulmon deb bilgan har bitta odamni ogoh qilib turishligi kerak. Birodarlar, mo'min musulmon kishi bir amalni tark qilsa kofir bo'lmaydi. Lekin hurmatini tark qilsa kofir bo'ladi. Masalan, bir odam aroq ichadi, u faqat qattiq gunohkor, kofir emas. Ammo nimasi harom deb turib aroqni hurmatini tark qilsa, bepisandlik qilsa kofir bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Mana birodarlar, eshitdik. 200 yil avval yashab o'tgan olimlarimizning fatvolari. Xulosa qilish o'zingizdan. Sizga ilm ahllarini yomon ko'rish, ularni g'iybat qilish, ularga behurmatlik ko'rsatish, ularni pisand qilmaslik nimalar olib kelishini eshitib qo'ydingiz. Bizdan yetkazib qo'yish bu omonat, xulosa sizdan.